Boshlaylik. Ideal gaz qonunlari Boyle, Marriott va Sharl Gay-Lussac qonunlari bo'yicha masala ko'rib chiqamiz. Va Klayberman bo'yicha. Bolalar, birinchi tip, birinchi savolni o'qiyapman. Har bir o'zgargan tipda ishlanishi bor. Shularni ozgina birma-bir tushuntirib beraman. Shularga harakat qilasizlar, shularga qarab ishlashing. Birinchi tip 27 gradus Selsiy haroratda o'lchangan 30 litr vodorod gazi 127 Selsiy haroratda necha litr hajmni egallaydi deyilyapti. Tushunarlimi? Demak, birinchi tipni ko'rib chiqamiz. Birinchi tip birinchi savolni ko'ramiz. Bolalar, birinchi harorat ma'lum, ya'ni temperatura ma'lum 27 Selsiy haroratda. Birinchi hajm ma'lum, ya'ni vodorod gazni hajmi 1 litr holat 30 litr deb berilgan bir holatda yoziladi. İkinci harorat ma'lum 127 Selsiy haroratda. Bolalar, ikkinchi hajm yo'q. Esinglarda bo'lsa, formula yaratdik. Qani, kim formulasi bu? V1 taqsim V2 teng bo'lishi kerak. T1 taqsim T2 ga kim formulasi edi bu? Kimning nomi bilan atalgan edi? Kim nomi bilan atalgan? Gay-Lussac nomi bilan atalgan. Tushunarlimi? Ana birinchi formulada yozilgan narsalar. Gay-Lussac nomi bilan atalgan. Bolalar, mana shu formulaga qo'shishimiz kerak. Hajm bir ma'lum, necha litr? Hajm birinchi hajm litr, masalan, shart bo'yicha necha litr ekan? 30 litr, to'g'ri. 30 litr ma'lum. Hajm 2 noma'lum, hurmatli hajm 2 noma'lum. Chunki ikkinchi hajm so'raganda masalan shart bo'yicha. Xo'p, bu teng bo'lishi kerak. Temperatura, birinchi temperatura necha Selsiyda? 27 Selsiyda, to'g'ri. Bolalar, kelvinga tushunib nima qilamiz? Qo'shamiz. Temperatura nechani qo'shamiz? 27 Selsiyga qo'shamiz nechani? 273. Ha, 273 ni qo'shamiz. 273 metr bo'lsa 300 kelvin bo'ladi. Bolalar, ikkinchi haroratimiz necha Selsiy beryapti masalada? Ikkinchi harorat 127. Bu T2. Mana bu T1. 127 ga necha qo'shib olamiz? 273 qo'shsak 400 kelvin bo'ladi. Hatto ideal gaz qonunlarida asosan kelvin yo'q ishlaymiz ki temperaturani beradi. To'g'rimi? Demak bolalar, birinchi T1imiz necha kelvinga to'g'ri keldi? 300 kelvinga to'g'ri keldi. T2-chi 400 kelvinga to'g'ri keldi. Bolalar, mana shu temalarni ishlashib olishimiz zarur. Bolalar, buni asosan qanday ishlaymiz? Xo'p. 300 kelvin, ya'ni qaychi usuliga o'xshatib ishlaymiz. Qayda? Doska qarab turinglar. 300 kelvinda V2 ko'paytiramiz, 30 litrda 400 kelvinga ko'paytiramiz. Bunga yorib ko'paytiramiz. Shundan ya'ni ishorasini berib qo'yamiz oxirida. Xo'p, bolalar, 300 da V2 ko'paytirsak 300 va 2 holat yozib olaman. Teng bo'lishi kerak. 30 da 400 ga ko'paytirsam 3 kara 4 12 oldiga 3 ta o'rnini qo'ysam necha chiqadi? 12 ming chiqadi. Bolalar, 300 va 2 teng bo'ladi 12 mingga. Endi V2 ni topishni nima qilamiz desam 12 mingga 300 ga bo'lib beramiz. Necha chiqadi? 12 ming 300 ga bo'lib qo'ysak 40 kelib chiqadi. Ya'ni ikkinchi hajmimiz 40 litr bo'ladi. Shunga javob bormi? Javob D javob bo'ladi. Savollar bormi? Yo'q-a? Yo'q. Bolalar, ikkinchi tip. Xo'p, masalan, sharti bo'yicha 15 gradus haroratda o'lchangan 30 litr vodorod gazi endi necha gradusga oshirilganda, ya'ni harorat o'tganda 60 litr hajmni egallaydi deyapti. Tushunarlimi? Ya'ni bolalar, mana shu formulani qo'yaman. Ya'ni ikkinchi tip birinchi savolni. Yozib qo'ying, ikkinchi tip birinchi savol yechimi. Bolalar, qaranglar. Gay-Lussac bo'yicha qonun bo'yicha V1 taqsim V2 teng bo'lishi kerak T1 taqsim T2 ga to'g'ri proporsional deyilgan. O'zgarmas haroratda o'zgarmas hajm to'g'ri proporsional deb atalgan. Ya'ni bolalar, biz masalan shart bo'yicha o'rniga qo'yib qo'ysak bo'lmaydi, javob chiqaveradi. Xo'p, mana teng bo'ladi
Sizni tortib oldim. Bolalar, birinchi hajm ma'lummi? 15. Hajm ma'lummi? Birinchi 30 litr beryapti, mana 30 litr. Bolalar, temperatura, birinchi temperatura ma'lummi? Ma'lum. Necha gradus? 15 Selsiy. Nimaga o'tamiz endi? Kelvinga o'tamiz. 15 Selsiyga qo'shamiz 273 dan. 15 273 qo'shinglarchi 288 Kelvin. Demak, 288. Keyingisi bolalar. Ikkinchi hajm ma'lummi? V2. 60 litr. 60 litr to'xtatdi. V2miz 60 litr ekan. T2 ma'lummi? T2. Yo'q, bizda nimani so'ragan? Ana shu T2 ni so'ragan, tushunarlingmi? Endi buni ham qanchasini o'tamiz. Xuddi buni mana shunga o'xshatib ko'parib ishlab qo'ysa bo'ladi. Ya'ni 30 ni T2 ga, 208 ni 60 ga. Bolalar 30 ni T2 ga ko'paytirsak, 30 T2 holatda yozib olaman. Teng bo'ladi. 208 ni 60 ga ko'paytiringlarchi. 288 280 chiqdi. Butun son ayting. 17.280. 17.280. 280. T2 topib 17.280 ni 30 ga bo'lib berasiz. 576. 500 ni 76. T2 teng 576 Kelvin. Endi qanday bo'ladi? Masalani sharti bo'yicha nimani so'ragan? Selsiyda so'ragan, ko'rdinglarmi? Endi Selsiyga o'tishni nima qilamiz desa, Kelvindan Selsiyga o'tishni nima qilamiz endi? 573 dan Aytamiz. Kelvindan Selsiyga o'tamiz. 576 minus 273. Nechga chiqadi? Nechga chiqadi? 303. 300 3 ga chiqadi. Javob bormi? Javob A. Javob. Savollar bormi?